Bir narsa qiziqdi. Millionlab odamlarni qiziqtiradigan savol, shularning nomidan bu savolimiz. Yurak amrini xarajatlari bormi? Buni davomi ham bor. Bu yertagi bolalar qayerdan pul olishadi? Subhanalloh, zo'r. Bu juda ham kerak. Kerak bo'lsa mana orqamizdagi bino. Salkam 10 yilga yaqin mana shu saxovat uchun, el uchun, millat uchun xizmat qilyapti shu bino. Bu otamizdan qolgan bizga bir vasiyat bo'lib qolgan joy emas. Biron joy arendada turamiz. Hech kimga qiziqmasdi. Shuni pulni qayerdan o'z to'laysizlar? Kelinglar, men yordam bering. Bu yerda sizlar ishlaydi, uni oyligi nima bo'ladi? Kelinglar, men yordam bering. Turgan bir mard yo'q. Bir mard yo'q. Shu paytgacha hattoki shu mana bizni videoga suratga olayotgan kameralarni ham. Yo'q bo'lmasa shu viloyatga chiqamiz. Doimiy yil 12 oy yigitlarimiz viloyatda xizmatda, kimdir uy ta'mirlaydi, kimdir quduq qaziydi, kimdir oziq-ovqat tarqatadi, kimdir o'sha haqdorlarni aniqlaydi, kimdir davolaydi, kimdir o'qitadi. Mana shunaqangi butun xalqimizni, millatimizni koriga yarashli yo'lda xizmatda yurganimizda tabiiyki sarf xarajatlarimiz bor-ku. Lekin hech kim shu paytgacha savolni berib turib, kelinglar, men katta bir tadbirkorman, men shunaqangi katta konsertlarim, fabrikalarim, zavodlarim bor, men sizlarga yordam berib turib, barini ehson qilishim kerak. Bu bo'lmasa men bo'lmaydi-ku demagan shu paytgacha. Va biz shu paytgacha har doim azizlar, sizni ehsonlaringiz, sizni berayotgan bu saxovatlaringiz butun hali nima hech yetmagan holatda Alloh taoloning huzuriga yetib borishligi uchun imkon qadar bunga tegmasdan o'zimizning yaqinlarimizga, do'stlarimizga, saxiy homiylarimizga betimiz sidirib, iltimos qilib shu narsani o'rnini to'ldiryapmiz. Kerak bo'lsa mehmonxonaning egasiga chiqamiz. Ovqatlanish kerak bo'lsa bolalarimiz restoranga chiqamiz. Yo'l kira kerak bo'lsa misol uchun o'sha mashina beradiganga chiqamiz. Xullas yillar davomida deylik hozir son miqdorda agar gapiradigan bo'lsa 100 ta bo'lgan boshdagi o'shaqa labbay degan homiylarimiz hozir 10 ta ham qolmagan. Hozir shu 10 ta ham bizda bora. Chunki xohlama insonligiga borib biz shu narsani so'raganda o'ziga so'ramayapganmikin degan narsa qalbdan o'tadi-da. Bizga har xil javoblarni berishadi. Xuddi biz o'zimizga so'rayotgandek xijolat qilamiz uning javobidan keyin. O'zimiz nafsimizga, dunyoviy orzu-havaslarimizga so'rayotganimiz yo'q-ku. Mana bu ishlar uchun, vatan uchun, el uchun, millat uchun toki biz so'rayotganimizni ham sizga asli kim berganida? Qaysi va'dalaringiz uchun berganida? Beraman, obod etaman deganlaringiz uchun ziyoda qilib bermaganmidi? Va qolaversa subhanalloh, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va'dalari bor. U kishini mana bunday hadislar borda, buni men aytganman aytlar. Banda tong otirgan har bitta kunda 2 farishta yer yuziga tushib Allohga derkanda, Allohim infoq ihson qilganga evazini ko'paytirib bergin. Ikkinchi farishta esa der ekan, Allohim ziqna hasis, baxil insonga talofat yuborgin. Astagfirulloh, qarang. Ham xursand qiladigan, ham qo'rqitadigan hadis